Bola ko'p savol bersa, zerikyapti deb o'ylayapsizmi? Aslida esa bunday emas. Uning tafakkuri ishlayotganining eng aniq belgisi. Garvard Center on the Development Child tadqiqotlariga ko'ra, 3-6 yosh oralig'idagi bola kuniga o'rtacha 90-100 ta savol beradi, ammo ota-onalarning yarmi bu savollarga qisqa yoki javobsiz munosabat bildiradi. Natijada bola savol berishni emas, jim turishni o'rganadi. Bu esa tafakkur jarayonining tabiiy ravishda to'xtashidir. Bir bola onasidan so'raydi: "Nega oy kechasi chiqadi?" Ona "So'rama, uxla" deydi. Shu oddiy so'z bolaning ichidagi bilishga qiziqish uchqunini pasaytiradi. Ammo boshqa ota-ona "Senga shuni ertaga rasmda ko'rsataman" desa, bola bu javobni kutishni, izlanishni, o'ylashni o'rganadi. Cambridge University olimlari aytishicha, bolaning savol berishi faolligi bilan uning tafakkur chuqurligi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik bor. Ko'p savol beruvchi bolalarda mantiqiy tahlil markazi 30% faolroq ishlaydi. Stanford University tadqiqotlariga ko'ra, ota-onasi har kuni farzandiga "Nima deb o'ylaysan?" degan savol bersa, bola 6 haftada mustaqil fikrlashni 2 barobar tez o'rganadi. University College London psixologlari esa shuni ta'kidlashadi: savol berish bolaning o'z fikrini ifoda qilish va dunyoni tushunish vositasidir. Finlandiyada Question Time dasturi bor. Bolalarga har kuni "Bugun nimani bilmoqchisan?" degan savol beriladi. Shu oddiy metod bolalarda izlanish, ijod va tahliliy fikrlashni rivojlantiradi. Bizda shunday savol tug'iladi: farzandingiz hali ham sizdan "Nima uchun?" deb so'rayaptimi yoki u savol berishni to'xtatganmi? Bugun mutaxassisimiz bilan shu to'g'risida suhbatlashamiz. Biz bilamizki, farzandlarimiz maktabgacha yosh davrda juda ham ko'p savollar berishadi. Masalan, e'tibor qaratadigan bo'lsak, farzandlarimiz bizga eng ko'p beradigan savollardan biri bu nima uchun, nimaga, nimaga kerak degan savollarni juda ham ko'p berishadi. Albatta bu savollarga aniq, konkret javob berish biz ota-onaning vazifasi hisoblanadi. Maktabgacha yosh davrda bolalarimizni juda ham ko'p narsalar qiziqtiradi. Bilamizki, olimlarimiz tomonidan ham bu isbotlangan. 5 yoshgacha bo'lgan davrda farzandlarimiz butun umri davomida egallashi kerak bo'lgan asosiy ilmlarning 70%ni 5 yoshgacha bo'lgan davrda oladi. 5 yoshgacha bo'lgan davrda farzandlarimizning miyaning rivojlanish darajasi va qabul qilish darajasi juda tezlikda ishlaydi. Demak, shu davrda bizni bolajonlarimiz juda ham katta hayotga bo'lgan qiziqish, atrofga bo'lgan qiziqish, uni anglashga bo'lgan, uni bilishga bo'lgan jarayonlari juda ham qizg'in davom etadi. Ushbu jarayonlarda beriladigan savollarga biz ota-onalar tomonidan aniq javob berish asosiy vazifa hisoblanadi. Ushbu savollarga biz aniq javob berish natijasida bolajonlarimizni diqqatini, xotirasini, tafakkurini va bilish jarayonlarini to'liq rivojlanishiga va ularni qabul qilish jarayonlarida bizni faol ishtirok etishimiz ta'minlanadi. Farzandimiz bizga savol berishi mumkin: "Oyjon, nima uchun yomg'ir yog'adi?" yoki bo'lmasa "Nima uchun qor yog'adi?" "Nimaga yo'l sirpanchiq bo'lib qoldi?" Har xil savollar berishi mumkin. Biz shunda farzandlarimizga aniq javob beradigan bo'lsak, farzandlarimizni oddiy tabiat qonunlari bilan bog'liq bo'lgan masalalarni ham to'liq aniq anglashiga imkoniyat yaratamiz. Masalan, nima uchun yomg'ir yog'adi deganimizda, biz kuz haqida ma'lumot berib, kuzda tabiatda bo'ladigan o'zgarishlar va tabiatda bo'ladigan jarayonlar, ya'ni yomg'ir yog'ishi, kuni sovib ketishi, daraxtlarning ranglarini sarg'ayishi va daraxtlarning barg to'kishi haqida to'liq ma'lumot beradigan bo'lsak, ularni bilish jarayonlarini kengayishiga va ularning ma'lumotlarining bazasini keng bo'lishiga biz sharoit yaratib beramiz. Agarda ular to'g'ridan-to'g'ri ko'rgan holatda, ota-onadan bir aniq ma'lumotlarni olmagan holatda rivojlanishida, ma'lumotlar aniq konkret bo'lmaganligi sababli ba'zi bir jarayonlarda farzandlarimiz biz tomonidan berilgan yoki bo'lmasa tarbiyachisi tomonidan berilgan yoki o'rtoqlari tomonidan berilgan savollarga aniq javob bera olmay qoladi. Shuning uchun biz farzandlarimizga nima uchun, nimaga kerak degan savollarni berish orqali ularni mantiqiy tafakkurini rivojlantirishga imkoniyat yaratishimiz kerak bo'ladi.